O'zbek bor, iskitga bor, o'zbek yo'q, iskitga yo'q, tamam mı? Umraga borib, garov o'ynab, daraxtga tirmashish qoluvdi endi. Saudiya Arabistonining mulki hisoblangan kokosga chiqib, o'ziga tegishli bo'lmagan mevani xom xatala uzib, kamiga ayollarning baqir-chaqir qilib, muxlisligiga sabab bo'lgan erkakning videosi 2 kundan beri internetni portlatyapti. O'zi 2022-yilda bir o'zbek ayolining Ravzadagi noo'rin xatti-harakati evaziga necha oylab ziyoratchilarimiz aynan Ravzaga kira olmay, qon yering yig'lab Madinani tark etganlari kammidi? Yoki bir-ikki millatdoshlarimizning Birlashgan Arab Amirliklari va Turkiyada sodir etgan jinoyatlari tufayli hali-haligacha Osiyo va Yevropa aeroportlarida minglab o'zbeklarni tekshirish, sarson qilish, hatto biron sababsiz ortga qaytarib yuborish holatlari nahot bizga saboq bo'lmayapti? Unutmang, biz biror yurtga borar ekanmiz, o'zimizni tutishimizga qarab o'zbek degan buyuk millat haqida boshqalarda tasavvur hosil qilamiz. Qaniydi vakolatim bo'lsa, Makka va Madinaga borayotgan ziyoratchilarning tur paketiga Qizil dengiz sayohatini kiritmagan bo'lardim. Chunki ibodat va ziyoratlarni do'ndirib qo'ygan, o'z haddini bilmaydigan ayrim, ta'kidlab aytaman, ba'zi erkak va ayollar ketar oldidan aynan shu yerda baqir-chaqir qilib, arabcha raqslarga tushib, noo'rin ishlarni bajarayotganlarni ko'pgina ilmli kishilar afsus bilan aytib berishyapti. Yana kamiga mana bunaqa xunuk ishlarni bajarib, arablarning kulgusi va nafratiga sabab bo'lib qolmasmikinmiz? Qog'ozga o'ralmagan fikrlarim kimgadir qattiq tegib ketgan bo'lsa, demak hozirdanoq o'z ta'sirini o'tkaza olganidan xursandman. Mana bu belgi, fikrlaringizga muntazir.